Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 23-qism. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan foyda haqida gaplashamiz. Bunda nimaga foyda? Chunki korxonada biz har doim nazarda tutamiz foyda bilan chiqishini. Aslida korxonada foyda yoki zarar bo'ladi. Demak, u qanday hisoblanadi? Daromadlarimiz, ya'ni jami sotilgan mahsulotlarimiz va o'sha sotilgan mahsulotlarimizni tan narxi, boshqa xarajatlari, marketing xarajatlari barchasini xarajatlab qaraymiz. Daromad minus xarajat teng foyda yoki zarar bo'ladi. Biz sizlar bilan daromadlar haqida ham, xarajatlar haqida ham alohida gaplashganmiz. Demak, ana shu provodkalarni qo'yamiz. Provodkalarimiz, daromadlar bu 90-shot, demak 90 minus 91 bu tan narx shotimiz va 94 bu davr xarajatlarimiz, buning ichida marketing, rahbariyat oyliklari, rahbariyatning xarajatlari va boshqa xarajatlar ko'zda tutilgan. Daromad minus xarajatlar teng 99. Bu degani bizda yakuniy natija. Bu yakuniy natijamiz bizda foyda bo'lgan bo'lsa plusda, zarar bo'lgan bo'lsa minusda chiqadi. Bu balansimizda taqsimlanmagan foyda degan shotga o'tadi. Shu joyida bizda buxgalteriyadagi eng nozik nuqtasi, ya'ni 99-shot 87-shot bilan birgalikda uchrashib 99 yopilib 87 ga balansga ketdi. Yuqorida biz sizlar bilan hamma shotlarni ketma-ketligini o'rganganmiz. Endi 87-shotimizda foyda yoki zararni ko'rishimiz mumkin. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.